Barchaga salom. Men sizlar bilan Yahyobek. Men sizlar bilan yangi qishloqqa ko'chib keldim. Hozir men Merduvga borayman, menga ish beramikan. Mana shu bo'lish kerak. Mana shu ekan. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum. Menga ish bormi? Bitta men yangi keldim. Ish daraxt chopga mayli. Sizga bitta poluz beraman. Rahmat, mer. Daraxt. Nechta daraxt? 32 ta. Bo'lmasam 32 ta daraxt chopgani. 32 tasi ekan. 3-2. Yaxshi. Parapart chopganlar qaranglar. Qishloqlarda endi ular erinishadi. Bo'lmasam men sizlarga 32 ta daraxt chopganimdagi videoni ko'rsataman. Mana biz videoni boshladik. Bo'lmasam 32 ta daraxt ham chopib bo'ldi va bitta daraxt ekib qo'ydik. Ketdi bo'lmasam merga topshirish kerak. Poliz menimcha pulga beradi. Birinchi uy sotib olib poliz olaveraman. Mana men sizga 32 ta daraxt olib keldim. Sandiqqa qo'yib beraman. Xo'p, mana qo'yib qo'yapman. Sandiqqa boltani ham qo'yib qo'ydim. Nechta izimrod olyapti? O'tol. Buncha kam. Endi kamda. Hamayli. Siqna odam ekanda meramir. Siqnali merlar siqna bo'lar ekan o'zi. Uyga kiramiz bo'lmasam. Mana meni pullarim. O'tgan videodagi bu pullar jicha ishlatib keldim. Jichamiz ancha. Chunki bekka kelgancha voy qiyin ekan. Bo'lmasam biz bu pullarni maydalab olishimiz kerak. 4 stak dedi. 4 stak bo'ldi. Voy, hisob qo'ydim. 4 stak. Mana 4 stak pul. Kalt olmasa kerak uyda. Chunki bitlarda kalt olmasa kerak endi. Mana men 4 stak pul. Izimrod. Jadiz. Meni o'tgan qishlog'imda to'plab qo'ygan pullarim bor edi. Mayli bor, ochuvur uyda. Mayli, men ketdim bo'lmasa. Bolalar bo'lmasam biz mana bu uyda ochuramiz ekan. Bitta o'zi shu xabarda bo'lgan ekan, sandiq bo'sh ekan. Polchi zakroq ekan. Polni almashtirish kerak taxta blokka. Polni almashtirish kerak taxta blokka. Bitta ferma bor ekan, tayyor kartoshka ekilgan ekan. Merdan so'rab kelaychi. Bu ferma ham qo'shilib beramkin menga. Qo'shilib bersa kerak, chunki 4 stak izimrod. Merdona buyam stak. Assalomu alaykum. Men so'rashim. Ha, endi da vaqtdagi ana uyda polizni ham mengami? Albatta olishim mumkin. Rahmat. Rahmatulloh sizga mer. Rahmat va polizni ham menga demay ishni qilishni boshlaymiz. Omali Matiga olib kelmabman.
narsalarni ehtiyot bo'lib qilish kerak. Bosolmasdan. Mana suvga ham tushib ketdi. Bitta chirik chiqdi-da. Nimaga shunaqa ekan? Chirik kartoshka qurtdan kartoshka chiqarar ekan. Mayli endi. Shunga ham shukur. Bularni men bularga yana ikkita hosildan olib borib beraman. Mana sandig'imga tushirganim so'ng yana ikkita hosildan keyin bularni merga olib borib beraman. Hozir men sekinlik bilan makka tashlab ketamiz. Mertuyni oldiga. Nima qilmasa kerak. Demak, biz uyimizga kirib narsalarni ko'chiramiz. Narsalarni ko'chirganimizdan keyin ikkamiz meni matigam qani? Voy, narigi qishlog'imda matigam qolib ketibdi. Mayli, olmosdan yasab olamiz. Narsalar yasayli olmosdan endi. Mayli endi. Qolib ketib qopti. Omalar yomon bo'ldi. Ay, izmar o'tib. Endi men bitta qilich, bitta kirka, bitta tapor bilan yasab. Mayli, shularni ham borvashga qo'yib beraman. Endi meni ikkita uyim bor. Endi men uni polni almashtirishim kerak. Boltani olib beraman. Chunki pol rasi zak o'tyapti-da polni. Yaxshi. Shibekdan endi polni almashtirish uchun chicha so'rovdan samim kerak. Mayli, mashina olamiz. Bir 10 ta chortam yetsa kerak. Mashina daraxt tugagancha olaman. Bu yerda qolib ketdi. Mayli, endi o'tirursiz. 12 ta yaxshi. Buni biz buni maydalab olamiz. Yaxshi, 48 ta. Mana boltani qo'yib kirka olamiz. Yaxshi. Endi biz bularni qo'yamiz. Rangi deyarli bir xil ekan. Astalik bilan. Nima? Ben tushib ko'rmayapmanmi? Hayyo, boshqa shunaqa keldi. Nabi? Ben yerdan so'raychi podvali bo'ladi ekan. Balkim podvali bo'lgandir. Qashunchundir. To'g'rimi? To'g'ri. Bezi basit o'xshab ketdi-da endi. Berdi uyga. Yerdan so'raychi. Assalomu alaykum, mer. Uncha so'rashasan. Ha, endi-da. Podvali bormi-da? Yo'q edi, nima deyapsan? Ha, mayli. Nima? Qiziqib bo'ldim endi. Shuchi. Voy. Nima? Sandiq qoloq. Hamma sandiq. Yo'qol jidi. O'ldiraman bo'lsa. Nima qilyapsan? O'zing shunchaki yo'qol. O'ldirib qo'ydim shekilli men.
Mer bo'lmasa bo'yni. Öldürdüm. Öldüreceğim. Endi menga bitta tosh kerak. Tamam, tosh mashita olaman. Street. Bunlara ular endi bitta richard yasaymiz. Juda ham qizib ketdi ekan. Voy. Ay. Ay. Nima bu o'qi qayerdan kelyapti? Mana ular nima? Uzamiz tezda bulardi. Chunki bulardi esa nima? Shuncha oltin olmasmi? Haqiqiy ekan. Nima bu? Nima san? Shuncha oltin olmas mana kimlar? Yo'q. Bu narsalar kimniki bo'lishi mumkin? Kimniki endi bu meniki. Bo'ldi hech kim. Meniki demadi hech kim. To'xta, meniki bu narsalar demadi hech kim. Voy, hozir yo'qolib qoladi bu narsalar. Voy. Minecraftda bir selachicha turgandan keyin narsalar yo'qolib qoladi. Tezroq olib, yoki bularni qo'yish kerak. Qo'y, tezroq qo'y. Endi biz bularni olishimiz kerak. Ana. Shuncha oltin. Izimrod. Yo'q, bitta bekitvoramiz. Kanaliga. Mana bitta mashina bilan ba'zi zak o'tyapti dedim. Bo'lmasam keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishib qolaman. Men sizlar bilan Yahyoybek bo'ldim. Shuncha pul va ishim bitta. Shuncha pullar.